Ramazon oyida allergiya haqiqatan ham kuchayibdimi? Har kuni ertalab turganingizda sizda burun oqishi, ko'z yoshlanishi hamda aksa urish kuzatilyaptimi? Bu bahor oyi, ayniqsa mart-aprel oylarida kuzatiladigan mavsumiy allergik rinit. Havo harorati ko'tarilishi bilan organizmning sezuvchanligi ortadi. Bunga misol qilib, issiq xonada biron bir hid tarqalishi nisbatan yaxshi, lekin sovuq havoda shu hid tarqalishi kam bo'ladi. Bu xuddi allergiya kelib chiqish mexanizmiga o'xshaydi. Shuning uchun havo harorati ko'tarilganda organizmda allergiya kelib chiqishi nisbatan tezroq bo'ladi. Allergiya qo'zimasligi uchun qanday qilib oddiy yechim qilsak bo'ladi? Avvalo, yotoqxonangizni, uyingizni tartibga keltiring, changlarni tozalang. Agar shunda ham o'tib ketmagan taqdirda allergiyaga qarshi preparat dorilardan foydalaning. Bunga misol qilib eng ko'p ishlatiladigan xalqimizda Loratadin tabletkasini misol qilib keltirsak bo'ladi. 10 milligramli bir tabletkadan kuniga bir mahal ichish sizni allergiyangizni yo'qotadi hamda yangi mavsumga moslashishga yordam beradi. Sizga allergiyasiz kun tilayman. Bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin.